Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan oddiy ko'kat emas, salomatlik uchun haqiqiy shifo manbai bo'lgan rayhon haqida so'zlashamiz. Biz ko'pincha taom va ichimliklarga o'ziga xos nafislik, o'tkir ta'm hamda betakror ifor berish uchun rayhon o'simligidan foydalanamiz. Ammo bu xushbo'y ko'kat shunchaki mazali ziravor emas, balki sog'lig'imiz uchun bebaho ne'mat sanaladi. Bu o'simlik yalpizdoshlar oilasiga mansub. Uning vatani Janubiy Osiyo, xususan Hindiston bo'lib, u yerda u 3000 yildan buyon muqaddas o'simlik sifatida qadrlanadi. 16-asrga kelib esa Yevropada ham ommalashgan bu ko'kat bugungi kunda nafaqat ochiq dala yoki issiqxonalarda, balki shahar sharoitida xonadonlarning deraza tokchasi yoki issiq balkonlarida ham yil bo'yi muvaffaqiyatli yetishtiriladi. Dunyoda rayhonning 60 dan ortiq turi mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos rang, hid va ta'm xilma-xilligiga ega. Taom tayyorlashda ularning ichidan eng ko'p tarqalgan yashil va binafsha rang navlari ishlatiladi. O'simlik tarkibidagi efir moylari, antioksidantlar va K vitamini majmuasi uning haqiqiy tabiiy shifoxona bo'lishini ta'minlaydi. Rayhon tarkibi kuchli antioksidantlar, evgenol, lutein, zeaksantin, beta-karotin va beta-kriptoksantinga boy. Bu moddalar hujayralarni shikastlab, erta qarish va og'ir kasalliklarni keltirib chiqaruvchi beqaror molekulalarni, ya'ni erkin radikallarni zararsizlantiradi va organizmdan chiqarib yuborishga yordam beradi. Yashil va binafsha rang navlar tarkibi jihatidan o'xshash bo'lsa-da, binafsha rang rayhonda flavonoidlar va antosianlar, o'simlikka to'q rang beruvchi tabiiy moddalar miqdori ancha yuqori bo'ladi. Bu esa uning hujayralarni himoya qilish kuchini yanada oshiradi. Ilmiy tadqiqotlar rayhonning qandli diabet xavfini kamaytirish xususiyatini tasdiqlaydi. Klinik sinovlarda ikkinchi turdagi diabeti bor 60 nafar bemorga 3 oy davomida asosiy dori vositasi bilan birga kuniga 2 mahal rayhon kukuni berilganda ularning qonidagi qand miqdori faqat dori ichganlarga qaraganda 18% ga ko'proq pasaygan. Rayhon tarkibidagi evgenol kalsiy yo'llarini to'sib qo'yish orqali qon bosimini tushirishga yordam beradi. Tadqiqotlarda bu samara qisqa muddatli bo'lsa-da kuzatilgan. Rayhon bargi kukuni 4 hafta ichida qondagi zararli xolesterin va yog'lar miqdorini sezilarli darajada kamaytirishi isbotlangan. Tarkibidagi magniy qon tomirlari va mushaklarni bo'shashtirib, qon aylanish tizimini yaxshilaydi. Rayhon efir moylari tufayli kuchli mikrob o'ldiruvchi xususiyatga ega. U hatto eng chidamli bo'lgan stafilokok, ichak tayoqchasi va salmonella kabi xavfli bakteriyalarni zararsizlantirishga yordam beradi. Shuningdek, bronxlar qisilishini yechadi va yo'talni qoldiradi. Yuqumli virusli kasalliklardan keyin zarar ko'rgan hid bilish qobiliyatini qayta tiklashda rayhon efir moyi bilan bu qilish yuqori samara berishi mumkin. So'nggi genetik tadqiqotlarga ko'ra, rayhon efir moyi DNK butunligi va hujayralar yangilanishi uchun javobgar bo'lgan telomerlar uzunligini saqlab qoluvchi eng kuchli 10 ta o'simlik ro'yxatiga kiradi. Tarkibidagi betulin kislotasi esa xavfli o'simtalar rivojlanishining oldini oluvchi xususiyatga egadir. Bundan tashqari, undagi evgenol bo'g'im kasalliklarda, xususan artrit va artrozda og'riq qoldiruvchi dorilarning ta'sirini yanada kuchaytirishga yordam berishi mumkin. Zamonaviy tibbiyotda o'simliklar bo'yicha mashhur mutaxassis James Green tomonidan kiritilgan achchiq ta'm yetishmovchiligi sindromi tushunchasi mavjud. Katta shahar aholisi achchiq va o'tkir ta'mli ko'katlarni kam iste'mol qilgani sababli ovqat hazm qilish tizimi ancha yalqov bo'lib qoladi. Rayhon tarkibidagi tabiiy achchiqlik me'da shirasi va o't ajralishini harakatga keltiradi. Busiz siz yegan go'sht taomlaridagi oqsilning 70% dan ortig'i so'rilmay isrof bo'lishi mumkin. Bu esa surunkali charchoq va quvvatsizlikka olib keladi. Rayhonning quruq qoldig'i juda noyob nisbatga ega. Unda deyarli 49% toza oqsil, 41% uglevod va 10% shifobaxsh efir moylari mavjud. Bu uni faqat o'simlik mahsulotlari bilan oziqlanadigan insonlar uchun tengsiz super taomga aylantiradi. Har qanday kuchli shifobaxsh vosita kabi rayhonni ham me'yorida iste'mol qilish zarur.
Rayhon atrof muhitdagi og'ir metallarni, xususan simobni o'ziga singdirish xususiyatiga ega. Shu sababli homilador va emizikli ayollar faqat serqatnov yo'llardan uzoqda, toza joyda o'sgan rayhonni iste'mol qilishlari zarur. Bu tavsiya albatta boshqa odamlarga ham tegishli. Rayhon K vitaminiga boy bo'lgani uchun qonning uyushishiga ta'sir qiladi va qonni suyultiruvchi dorilar samarasini o'zgartirishi mumkin. Bosimi past yuradigan insonlar rayhonni ko'p yemasliklari kerak, chunki u qon bosimini yanada tushirib yuborishi mumkin. Yalpizdoshlarga allergiyasi borlarga rayhon tavsiya qilinmaydi. Rayhonni pishirmasdan yangi uzilgan holida yeyish eng foydali usul sanaladi. Rayhondan kundalik taomlar uchun ajoyib tezkor zaxira tayyorlashni taklif qilish mumkin. Ko'k va yashil rayhon barglarini teng miqdorda oling. Ularni maydalagichga solib, ustidan sifatli zaytun moyi quying va bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtiring. Tayyor aralashmani muz tayyorlaydigan qolipchalarga qo'yib, muzlatgichning muzxonasiga qo'ying. Ishdan charchab kelganingizda va murakkab taom tayyorlashga vaqt bo'lmaganda issiq go'sht yoki qo'shimcha taom ustiga ana shu muzlagan rayhonli bo'lakchadan bir donasini tashlab yuborsangiz kifoya. Ovqatingiz bir soniyada ham oliy darajadagi xushbo'y ta'mga, ham sog'liq uchun bebaho shifobaxsh xususiyatlarga ega bo'ladi. Salomat bo'ling.